Assalomu alaykum aka-ukalar, vodiy xoloslar obunachilari. Tinch omondamisizlar? Xudo xolasa mana ertalabda borib ko'pchilik so'radi, dashtdagi cho'jalarimizni olib keldik. Men o'zim uyimda turgan cho'ja. Bundan keyingilar dashtdagilar keladi. Bitta ular video qilib chiroqlarni. O'zim uyimda turgan cho'ja, tanachini bolasi. Kilosi 4 kilo. Hozirgi holati. Xudo xolasa 4,5 o'lchadigan narsa. Uyg'onib xo'roz bo'lib ketgan yo'q, hali zo'r bo'lib, lekin xo'rozga qarayapti. Ushtirgani yo'q, ko'rsalar ham tulovlari bor. Videoda ja ko'rsatamiz. Tulovlari bor, xudo xolasa ushtirib ko'ra oladigan behijolat narsa, zo'ndan sanab olasiz. Narxini 2 million kami bor desam, ahvol ekancha qimmat emasmi? Ozonroq qilavering, klientlaringizga deydi. Bo'ldi, 1,5 ming beraman. YouTubedan telefon qilishsa deyapman mana. Aka-ukalar qiziqqanlar bo'lsa, tanachini bolasi. Mana, oladi. Joning sog' bo'linglar. Biz ham o'zimiz ham bormay yurganimizga ahamiyat bermayapmiz. Cho'jalarimiz o'ta go'zal bo'lib qoldi. Tonlariga ahamiyat beringlar. Toza narsani bolalar edi. Xudo xolasa otasidan ham kerak bo'lsa toza chiqib qolibdi. Mashg'ulotga bitta like bosmasalar bo'lmaydi. Pilotkalarni qaranglar, joning sog' bo'ldi. Lubimchi deganlarni mana shu bo'ladi. Kilolari chuqloy 800 atrofida 4,5 ga borib o'ynaydi. Xudo xolasa bu gala boshlik uchun chetdaroq xo'roz bo'lib, kichkinaroq bo'lib qolibdi. Yana 3 ta sherigi bor, ashlar gala boshi bu. Joning sog' bo'lib, o'ta chiroyli chiqib, qo'lonlarni bir tomosha qilinglar. Yo'qni narxini aytib o'tayotganda. Bularni 2 milliondan deyapmiz. Xudo xolasa telefon qilib so'rab olasizlar. Nomer qo'yamiz, kelishib, yaxshi gaplashib, chiroyli qilib. Yana bir narsani aytib o'taman degandim. Kelib xo'roz olib ketishyapti, bolalari bilan kelishib olyapti, u bunisi bilan kelyapti. Endi biz ham ko'nglimiz bo'sha aka-ukalar, biz ham odammiz. 3-4 ming haqqimiz qolib ketyapti, chiqarib olaman deydi. Yo'q, telefon nomedi, yo'q, mana chiqarmayapti. Ashnaqalar ham bor bitta ikkita. Bunaqalar endi alohida o'ziga gaplarimiz bor, telefon olmayapti. Iloji bo'lsa shunaqa qilmanglar, sizlarga o'zlaringga xolam bo'lib qoladi aka-ukalar. Mana tomosha qilinglar, joning sog' bo'lsin, farmon. Joning. Mana aka-ukalar, hozirgi cho'jani hantanasi. U Hasan Husanisi ham bo'laveradi, u kattaroq ekan. Yeriroq urna qo'qadi. Hali bular galadan endi mana ertalabda olib kelib boshqa katekka tashladik. Rasa tulovda cho'ninglar. Cho'nni pantera deganlari mana shular bo'ladi aka-ukalar. Bulardan 3 ta bor. Uchovi ham shunaqa toza qora polvonlar. Shlyapa nima deyapti aka-ukalar? Shlyapa. Usta buvaga o'xshab qoldimmi? O'zimiz ham ustamiz. Mana aka-ukalar qiziqqanlarga bunisini kilosi 4 kiloning teparog'ida bo'lishi kerak. Yeriroq. Lekin narisi xo'roz bo'lib qolgani uchun kichkinaroq bo'lib qolibdi. Bu ham 4 kilo 700 avvalda o'lchadigan narsa. Buni ham narxi Xudo telefon qilib kelishib olasizlar. Mana joning sog' bo'lib polvonlar. Bitta sayrab qo'ying, buni ichga bor ekan mana ishiga. Mana aka-ukalar, kimdir gul ishqibozi, kimdir gullola, kimdir naychi ishqibozi, kimdir kunda. Mana kundani zo'ri. Aka-ukalar tonni ko'ringlar, pulli ton. Haqiqiy chempionlar toni. Joning sog' bo'lsin, 4 kilo 100 atrofida kilolari. Shu aybi dekabrda chiqqan, chicha yoshi kattaroq. Lekin cho'ja dekabrda chiqqan, hali bekorchi bo'lmagan. Endi xo'roz bo'lib yetilganda, shu bekorchi qilamiz deganda tulovi ketib ketdi. Mana dumlari ham 10 sm bo'lib bo'ynilari tulayapti. Lekin zo'n narsani bolasi, ushqoq xo'rozni bolasi. Kunda ishqozlarga mana polvon aka-ukalar. Xudo xolasa 4,5 kiloda o'ynaydi. Narxini
1,5 million so'm deymiz. Ozgina kami bor, kelishadigan xonasi bor, ozgina. Mana qiziqqanlar bo'lsa, joningiz sog' bo'lsin. Pachka xolos, kalobga, quyma, joningiz sog' bo'lsin. Mana aka-ukalar haligilarni 3 talikni bittasi mana shu. 3 ta qop-qorani mana to'nlarni ahamiyat beringlar. To'nlari bir xil uchovi bitta ota-onani bolalari, xudo xolasa. Bularda o'tgan yillarda ham chiqqan, yomon qattiq buzishib olgan, joningiz sog' bo'linglar. Men o'zim ko'rganman, qattiq xolosda ukalari bular, xudo xolasa. Narxi 2 million, ozgina kami bor, kelishadigan xonasi bor, telefon qilib aloqaga chiqsalaring, kelishib, cho'tchi qilib, qayerga bo'lsa chiqarib berilaveradi. Misol Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'izistonlarga ham chiqarib beryapti sodozlarni. Faqat yaxshi xoloslar, hammasi maqtayapti, rahmat aytyapti, xudo xolasa. Hozirgacha bittasi menga bunaqa xolos beribsan deganingni bilmadik. Xudo xolasa mana bundan bariga yaxshi xoloslar chiqaveradi. Joningdan pilotchalarni hamma qo'ylar, stoykalarini. Joni oldi. Yana bitta kichkintoyimiz bor, u o'ta boshqacha narsa. Hozir chiqarib beramiz uni. Mana aka-ukalar, ashdashdan kelganlarda bu to'rinchisi, lekin ana qolalar bilan buni onasi boshqa aka-ukalar. Bu ulardan ham yiriroq, bo'ylari balandroq, xudo xolasa bu 5 kilo yaqin o'ynaydigan shekilli, lekin yoshi kichkina. Aprilda chiqqan jo'ja bu. Ulardan bitta qopdi, 5-6 ta bor edi, bittasi qopdi xolos. Ko'k to'nish qozlarga aka-ukalar, chempionlarning to'nidan, xudo xolasa. Chempionlikka da'volik qiladigan xoloslar chiqar shekilli bular. Da'vogarmi? Ha? Da'vogarmi bu? Da'vo qilib da'vogarlik qiladi. Mana aka-ukalar, u qovog'ini ko'ringlar, naychalarini qaranglar, pilotga naycha. O'ta chiroyli chiqib olgan, joningiz sog' bo'lsin, haqiqiy uzishadigan xolos mana. Akalar, bular yoshroqligini hisobiga puli yengilroq qilib beramiz. $100 ga bo'lsa berib olaveradi. Lekin bulardan katta narsa, 5 kilo bo'lishadi shekilli, joningiz sog' bo'lsin. Bu basni ko'ringlar, hali o'zini yig'ishtirib tikkalanmabdi, tashlar tayida qochib yuribdi ekan polvon. Mana qiziqqanlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, necha oylardan beri endi birinchi marta ushalyapti mana. Ertalab ushab olib keldi, ashi bo'yi mana birinchi marta ushab videoga qo'yyapmiz. Ushash nimaligini ham bilmaydi bu joningiz sog' bo'lsin. Mana ukalar qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib olasizlar.